Shimoliy Afrikadagi bitta mamlakatda 60 million plus minusi bilan qoramol, 60 million bosh qoramol bor. Lekin u mamlakatda aholisi shuncha chiqmaydi. Ya'ni bir kishiga bittadan ko'p, balkim salkam ikkita qoramol to'g'ri keladi. Yana bitta mamlakat bor, nomini aytmayman bularni. Yaqin Sharqda joylashgan. Unda bo'lsa shu 50 millionga yaqin bosh qoramol bor ekan. U yerda ham aholisi uncha chiqmaydi u davlatda ham. Demak, u yerda ham har bir inson boshiga bittadan ko'p qoramol to'g'ri kelar ekan. Hozir yuqorida aytgan o'sha mamlakatlarimda aholi juda ham nochor ahvolda kun kechiradi. Aholi shuncha o'sha qoramol bo'lsa ham shunchalik nochorki, hattoki ochlikda kun kechiradigan aholi soni ham juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Yevropani mamlakati o'sha Gollandiyada, mana buni ayta qolamiz. Gollandiyada atik 11 million bosh qoramol bor ekan. Lekin salkam butun Yevropani, o'sha milliard plus minus milliard bilan aholisi bo'lgan Yevropani sut mahsulotlari bilan ta'minlaydi. Gollandiya buni hamma biladi. Moral nimada? Bu yerda o'sha qissadan qissa shuki, gap o'sha resurslarni ko'pligida emas ekanda. Resurslar ko'p bo'lgani bilan undan to'g'ri foydalanmasa, undan o'sha foydalanadigan menejerlar o'zini o'sha dastoynik bo'lmasa, o'sha menejerlik o'tirgan joyiga dastoynik bo'lmasa, tupoy bo'lsa yoki halol bo'lmasa, haromxo'r bo'lsa, demak o'sha nima deydi? Shuncha resurs borligi ham bir tiyin ekanda. Biznesda ham xuddi shunaqa, o'sha nedostoyniy bir haromxo'r, tupoy, ko'pincha ahmoq menejerlar shu butun boshli resurslarga boy bo'lgan bizneslarni ham kerak bo'lsa shu olib borib jarlikka qulatib, bankrot qilib cho'ktirib yuboradi xullas. Lekin o'sha o'tirgan joyga munosib bo'ladigan fidoyi, misol uchun yaxshi, halol, bilimli, to'g'ri ishlaydigan, yaxshi ishlaydigan menejerlar o'sha resursi kam bo'lgan yoki umuman bo'lmagan bizneslarni ham shu yorug'ligiga olib chiqadi, o'sha biznesning rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadi. Masalan, men ham o'zimning shaxsiy hayotimda ko'rganman shuni. Bir hoji aka bilan Qo'qonlik bitta yaxshi hoji aka borlar, ismlarini aytmayman. Juda ham zo'r inson sifatida ham juda zo'r inson, misol uchun. Haligacha u kishini hurmat qilaman. Boshqa birga ozgincha payt ishladik, ozgina payt, qisqa muddat ishladik. O'sha bizneslariga yordam so'ragandilar. O'shanda biza ish davomida shuni ko'rdikki, o'sha menejer qilib, direktor qilib tayinlab qo'ygan odamlari o'sha birinchidan ham tupoy, ham krisa odam edi. Shuning uchun ham biznesni shunaqangi o'sha tegidan fundamentidan yemiryotuvdi. Buni o'zi hoji aka ham bilar ekanlar, lekin shunchalik yemirib, nima deydi, biznesni ag'darib, shu chilparchin qiladigan darajada yemirayotganini prosta tasavvur qilmagan ekanlar. Mana shu narsalar xullas yuzaga chiqib kelganda, mana o'zimning faoliyatimda. Menda bitta bo'lmas, boshqani qiladi. Xuddi shunaqa qatga o'sha qo'yib qo'yishgan bo'lsa, o'sha biznes rivojlanmayotgan bo'lsa, men o'zi keyin menda refleks bo'lib qolganki, o'sha boshqaruvchilik kursiga kimni qo'ygan? Biznes egasi ko'pincha o'zi boshqarmasdan boshqaruvchilik kursiga qo'ygan odamni sekin o'sha bilan ko'proq muloqot qilib, shu odamni analiz qilishga harakat qilardim. Shu yurmayotgan bizneslarda bir 90% holatda o'sha menejer sababli. Mayli u hamma joyda ham krisi bo'lmasligi mumkin, halol odam ham bo'lishi mumkin, prosta ahmoq, tupoy bo'lishi mumkin, bilimsiz. U odam nima deydi, ya'ni 25 yil bezoddiq, bezabed o'qib o'rganish kerak edi, unaqa kursida o'tirish uchun. Mana shunaqa odamlar, noto'g'ri odamlar qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Bu mana o'sha buni faktlarni men hayotimda juda ham ko'p ko'rdim, juda ham ko'p bora mana shu narsaga amin bo'lganman. Shunaqa.